Uzunligi 2,5 metr, balandligi 330 joyga tayyor bo'lgan Krashni MDF materialdan shkafimiz ustunovkasi tugadi. Bu ishimizni ichkari tomonlarini sizlarga ko'rsataman. Xo'p, bu tomonimizda kiyim iladigan bo'lgan, tepa tarafida polkasi bor. Bu yerga uzunroq kiyimlar ilsa bo'ladi. Bu o'rta qismiga bo'lsa, polkalar qo'yib berganmiz. Ham ichlariga diod qo'yib berganmiz. Endi ulangandan keyin yonadi. Mexanizmlarini ham yaxshidan qo'yib berganmiz. Bu tarafda ham tepasiga polcha qo'yganmiz. Bu yerda ham kiyim iladigan qilib berganmiz, vishilka qilib. Buni past tarafida tortmalari ham bor. G'aladonlari ham o'zi tortib kirib ketaveradi, yaxshisidan qo'yilgan. Tepa antresolidan ham foydalansa bo'ladi. Xudo xolasa ishimiz chiroyli chiqdi. Bu joyimiz ochiq qolgani sababi bu joyda uzun parda bo'ladi. Shuni hisobiga shuni joyini ochiq qo'yganmiz, pardani hisobiga. Kimga shunaqa sifatli mebellar kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqsalar bo'ladi.